Asr vabosi nomini olgan giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi bugun mamlakatimizda tizimli tarzda kurash olib borilib, asosiy e'tibor nafaqat jinoyatlarni aniqlashga, balki ularning oldini olishga qaratilmoqda. Zero ushbu illatning keltirib chiqaradigan ijtimoiy xavfini ko'lami katta bo'lib, uning oqibatlarini bartaraf etish uchun har qanday davlatdan katta kuch va vosita talab qilinadi. Ayni shu omillarni hisobga olgan holda respublikamizda giyohvandlik vositalari savdosiga nisbatan murosasiz muhit shakllantirilmoqda. Fuqaro shubhali harakatlanib Toshkent Ohangaron yo'nalishida moddalarni olib olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Jumladan Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona idoralari xodimlari hamkorligida Toshkent viloyatida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Mazkur qurolga yelchinoni yelim idishani bagalashlikda strech ochib ko'zdan kechirib olamiz. Kristalsimon sariq rangli noma'lum o'tkazuvli modda. Toshkent shahrida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro muqaddam narko-kuryerlar tomonidan Ohangaron tumanidagi dala maydoniga yashirib ketilgan 4 kilogramm 935 gramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositasini olgan vaqtida ushlandi. Aniqlanishicha, Internet narkodo'konning omborchi lavozimidagi ishchisi hisoblangan mazkur shaxs ko'p miqdordagi giyohvandlik vositalarini zakladka usulida yashirib ketilgan lokatsiyalardan olish va qismlarga ajratgan holda respublikamizning turli viloyatlariga yetkazib berish bilan shug'ullangan. Telegram tarmog'ida sana shu joy lokatsiyaga borasan, rasmlarni tashlab olasan va tarqatib chiqasan. Xizmat xodimlari tomonidan Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi 1981-yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan shaxs to'xtatilib, uning qo'lidagi bir dona xo'jalik qopi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda unda 9 kilogramm 829 gramm gashish moddasi borligi ma'lum bo'ldi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Sariq zelentis ko'chdagi o'ramli moddalar aniqlandi. Kirxitli gashish giyohvandlik moddasiga o'xshash. Bu kabi salbiy holat Qashqadaryo viloyatida ham qayd etilib, Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Qarshi shahrida istiqomat qiluvchi 1959-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni tegishli tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada u muqaddam qo'shni davlatlarning biridan olib kelingan 4 kilogramm 652 gramm opiy, 380 gramm gashish va 492 gramm marixuana giyohvandlik vositalarini kelgusida mijozlarga sotish maqsadida saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 20 kilogramm 288 gramm narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Hozirda har uchala holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq bu turdagi jinoyatlarni sodir etganlik uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, oson pul topish ilinjida jinoyatga qo'l urib umringizning ma'lum bir qismini panjara ortida, oila a'zolaringizdan uzoqda o'tkazmang. Ogoh bo'ling. Jinoyatga jazo muqarrar.